Assalomu alaykum Shavkars kanali obunachilari. Bugun sizlarga Jack RF8 degan modelni ko'rsatib o'taman. Bu umumiy ko'rinishi tashqi tarafdan. Oldi yonishlari, oldi mordalari ajoyib dizayn, logolari ham yangicha bo'lgan. Hozir ichki ko'rinishlarini bir ko'rsatib o'taman. Xo'p. Elektronlik dastur bor. Xo'p. Bu ichki ko'rinishlari. Sizga masaj abagrev abduflari bor hammasida. Bu yoqda umumiy ko'rinish roli. Bu yoqda boshqaradigan rejimlari, bagajni ochadigan. Bu skorslari, avto hold, elektronniy ruchnoy, bu yoqda rejimlarni boshqaradigan 360 kamera, multimediani boshqaradigan, bu yoqda eshiklarni ochib yopadigan knopkalari bor. Xo'p, bu yoqda 5 provodli zaryadka, konsolni boshqaradigan tugmalari, mashina start stopli. Hozir bitta yoqib ko'ramiz. Monitor ham anchagina katta. Bu tablos. Bu yoqda knopkali barni ochsa bo'ladi. Knopkali qilgan. Xo'p, ichki ko'rinishi luki bor, panorama, hamma narsasi bor. Bu yoqdan ochiladi, palasi hamma narsasi ushlaydi. Bu yoqdan boshqarsa bo'ladi, kursi kontrollarini, bu yoqda multimedialarni boshqarsa bo'ladi. Roli o'sha Jackga eski anaqalari bilan bir xil. Xo'p, buning orqa tarafiga o'tamiz. Xo'p. Buni ham beskuluchovый dastur bor. Stidnalari kapitanskiy, masaj, abagrev, abduf hamma narsasi bor. Orqa 7 kishilik minivan hisoblanadi. Bu yoqda alohida zaryadchi joyi. Bu yoqda podstakanliklar ham bor. Bemalol pultdan ochib yopsa ham bo'ladi. Knopka orqali ham yopsa bo'ladi. Filsoslari bor. Xo'p, bagaj qismini ko'ramiz. Elektronli bagaj ham. Bu yoqda qo'shimcha narsalari, damkrat, hamma narsasi bor. Zapaskalari ham bor. Orqada bunaqa zaryadka joylari ham bor. Orqadan ko'rinish mashina anchagina uzun, keng. Xo'p, bu yoqda yana elektronni yopamiz. 360 kameralari ham bor. Bu tarafda ham elektronni ochiladi hamma narsasi. Yana elektron yopamiz. Plus tarafi buni pultdan ham bajarsa bo'ladi shu funksiyalarni.